3-chi qism. Iltimos tegmanglar unga. Ushlanglar uni. Buni Yupiterning haykaliga sajda qilmaganini o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Bu qirt yolg'on. Sen yolg'on gapiryapsan. Uyimdan chiqinglar. Chiqinglar uyimdan. Olib ketmanglar uni. Iltimos, olib ketmanglar. Naratar. Naratar deyapman. Qo'yvora qolinglar iltimos. Toroningdan. Yor deyapman. Ishonib bo'lmaydi. Hamma joyda nasroniylar bosib ketibdi, ko'ryapsizmi? Kim biladi deysiz? Balki ular bundan ham ko'pdir. Hech kimga ishonib bo'lmayapti hozir. Har kuni bir qancha nasroniylar ushlanyapti, lekin tugay demayapti. Imperator kelganda to'polon chiqaramiz deyishayotganmish. Bunga qanday jur'at qilishar ekan, hech tushuna olmayapman. Yorlaring. Yor. Nimaga shu paytgacha butparast rimliklarga qarshi harakat qilmayapmiz? Yana qachongacha dindoshlarimizga berilayotgan bu azoblarga jimgina tomoshabin bo'lib turamiz? Bo'layotganlarga ko'z yumib keta olmaymiz axir. Rimliklarga qarshi ko'tarilish hech narsa emas. Buni qanday amalga oshirishimiz muhimroqdir. Diokletsianusning vazirlari bo'lib saroyda turishimiz dindoshlarimiz uchun foydaliroqdir. Hali ham ularga qarshi qilayotgan harakatlarga to'sqinlik qilib, ularga yordamimiz tegib turishi tabiiy. Shubhasiz, hozirgi ahvolga xavf soluvchi turli xil harakatlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Albatta bu o'zimning fikrim. Sizlar qo'shilasizlarmi bilmayman. Bu mavzudagi ishlarni bo'lishib olsak yaxshiroq bo'lardi menimcha. To'g'ri aytasan. Sizlarning vazifalaringiz aniq. Saroyning mulozimlari bo'lib, u yerda bo'layotgan narsalardan bizni boxabar qilib tursalaringiz bas. Bu biz uchun juda yaxshi ish bo'lardi. Dindoshlarimizga qarshi qilinayotgan harakatlarning taqvimini esa menga topshiringlar. Dindoshlarimizning yashirincha uyushtiradigan yig'ilishlarga borib, u yerda yuz beradigan voqealarni boshqarishga harakat qilaman. Da'vat qiluvchilar va jasur yoshlar bilan aloqalarimizni esa azizim Maksimilian ta'minlaydi. Menga qara do'stim, bu nasroniylarni erkin qo'yishlikning o'zi jinnilikdir. Menimcha hammasini ildizini quritishimiz kerak. Albatta bu bizning vazifamiz. Askarlar, hushyor turinglar. Tushunarlimi? Xotirjam bo'ling. Alishing mumkin. Qani yuringlar. Qani yemillama. Yo'llaring dedim, sanirsan tezroq. Nima qilib turibsanlar? Yurmaysanmi?
Qani, bosang-chi. Tortma nimadan? Bo'l tez. Yur tezroq. Kelinglar, kelaveringlar. Shumi? Yo'q, bu emas. Yo'q. Jona. Bu ham emas. Yo'q, men ulardan emasman. Xuddi o'zi, ishlanglar. Yo'q, men nasroniy emasman. Ishlanglar uni. Bu josus yolg'on gapiryapti. Men nasroniy emasman. Qo'yib yuboringlar meni. Rahm qilinglar. Nasroniy emasman. Rahm qilinglar. Mana yana bitta nasroniy. Seni o'ldiraman, iflos. Qo'ydan, qo'yvar, Ustimdan olinglar uni. Ushlanglar uni, qo'yib olinglar. Mahkamroq ushlanglar. Qo'yib olinglar uni, tezroq. Josuslaringiz yolg'on gapiryapti-ku. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Axir u yolg'on gapiryapti-ku. Nimaga menga ishonmaysizlar? Qo'yib olinglar meni. Uch kelgan odamning Nima qilyapsizlar o'zi? Janob, bu nasroniy kishi. Men bunga guvohman. Nasroniy? Uni Adoniyaning uyiga kirayotganini ko'rganim, janob. Yo'q. Nasroniy ekaniga ishonmayman. U nasroniy emas. Janob, ishoning menga. U nasroniy. Menga ishoning. Uni Adoniyaning uyiga kirayotganini ko'rganman, janobim. U Diokletianusning kuyovi Maksimilian janoblarining quli bo'ladi. Sen bo'lsang unga nasroniy tamg'asini yopishtiryapsan. Uni o'z holiga qo'yinglar. Xafa bo'lma, Galius. Bularning barchasi Adoniyaning qochib ketgani uchun qilinyapti. Uni tutib kelmagunlaricha tinchishmaydi deb o'ylayman. Bu yerdan darhol ket. Tashakkur sizga, janobim. Qo'lingdagi yaxshi, o'shani ola qol. Nimaga ikkilanib turibsan? Olmaysanmi? Yo'q, bunisi kerak emas.
Bu kimning uyi o'zi? Maksimilian janoblarining. Gaius'ni taniysanmi? Albatta, u ham shu yerda turadi. Yashavoq. Topdim. Uni rosa kuzatdim janob. Adolani olib ketgan o'sha ekan. Aminmisan? Ha, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim janob. Ishonchim komil. Uni ta'qib qilishda davom et. Bor. Yaxshi ishlayapti, to'g'rimi? Julius bu harakatlarning qarshiliksiz qolmasligini bilmoqligi kerak. Oyijon. Oyi. Nima deysan o'g'lim? Meni uyda kut. Birozdan keyin qaytaman. Julius bu safar juda haddidan oshdi. Hali bunga javob beradi. Men tayyorman. Maksimilianning kelishlarini kutishimiz to'g'riroq bo'lmasmikin? Hayır, Yo'q, bu bu işi ishni benim o'zim bitirmem bitirishim kerak. gerekiyor. Julius kim olur da bilibdiki, benim peşime orqamdan josus casus takıyor, qo'ysa. söyler misin? Ha, to'g'ri. Qani ketdik. Xo'p bo'ladi. Yo'llaring. O jonivor. Yaramas. Xonimni qayergadir olib ketyapti. Ha, demak, Adoliyani ham shu aravada olib ketgan. Helen xonimning bu g'azablari boshlariga biror baloni olib kelmasaydi. Barcha din odamlari bir xil kiyimda eng katta butning yonida imperator Hadrianus janoblarini gul yomg'irlari bilan qarshi oladilar. Kutib olish mana shunday bo'ladi, janob. Butning to'g'risidan joy olgan mana bu Xonim afandi Helen. Dada. Xo'sh.
Nima gap? Nima muammoing bor? Siz bilan yolg'iz gaplashmoqchi edim. Otangga qarashni o'zingga ep ko'rmaysan. Nechun qizalog'im? Onamga qilganlaringizni esdan chiqarishning imkoni yo'q, shuning uchun. Sening onang Rim tangrilarini haqorat qilgan edi. Bu xiyonatiga ko'z yumib bo'lmasdi, qizim. Siz bilan bu haqda tortish uchun kelganim yo'q. Julius orqamizdan josus qo'yibdi. Agar siz biror narsa qilmasangiz, ota, o'zimiz harakat qilamiz. Buni bilib qo'ying. Helen xonim g'azablangan ko'rinadilar. Menimcha kimdir ularning uylari yoniga tinchlarini buzadigan it bog'laganga o'xshaydi Julius. Uni xafa qilmoqchi emasdim. Imperatorning kelishi yaqinlashyapti. Shuning uchun hamma joy va hammadan xabardor bo'lib turishim kerak, janob. Menimcha, ishonishimni kutmayotgan bo'lsang kerak har holda. Meni sening Helenda ko'ngling borligini va shuning uchun xo'jayiniga kek saqlashingdan bexabar deb o'ylayapsanmi? Aqlli Julius. Qo'limda shunday ma'lumotlar borki, agar ulardan siz ham xabardor bo'lsangiz, mening bu nima demoqchi ekanligini juda yaxshi bilib turibman, Julius. Mening yuqori nasabli maslahatchim Maximilian Filadelfiyaga kelgan kundan beri menga va boshqaruvimga qarshi bir suiqasd uyushtiryapti. Meni daf qilgandan keyin esa yagona o'zi bu taxtni egallaydi va Filadelfiyani boshqaradi. Bundan boshqa aytmoqchi bo'lgan biror narsang bormi, Julius? Sen shu paytgacha mendan biror narsani yashirmagansan, Julius. Janob, men axir o'z vazifamni bajaryapman, xolos. Men juda ko'p xatolar qilganman. Hayotim xatolarga to'la. Qarabsanki, bir xatolik tufayli Juliusning boshiga bir musibat tushishi mumkin. Bunday bo'lishini xohlamayotgan bo'lsang, ko'zingga qarab yur. Lekin janobim, menda sizga xizmat qilishdan boshqa biror maqsadim yo'q ekanini ruxsat bersangiz isbotlayman. Qo'lingdan kelganini qil, lekin oxirgi paytlarda ilgari surayotgan qayerdadir yo'q fikrlaring bilan tinchimni buzar ekansan, o'zim seni hayotingni barbod qilaman. Sen o'tmishimni juda yaxshi bilasan, Julius. Trion davrini ham, Adrianus davrini ham. Agar isbot qilsam-chi? Agar isbot qilsang, Julius, o'z qo'llarim bilan Helenning ham, Maximilianning ham boshini uzib tashlayman. Ishon menga. Hoy, mana menga qaranglar. Arslonlarni olib kelishyapti. Juda ham katta ekan-a. Bu yer shaharga kiraverishdagi ibodatgoh. Shaharga kirgan kim bo'lishidan qat'iy nazar tashrifot tangrisi joy olgan bu makonda
sajda qilishi kerak. Tushunarlimi? Yahudiylarmi bo'ladi? Ular haykallarimizga sajda qilishmaydi-ku. Ularga aralashmanglar. Sizlar shu yerda shaharga kirib chiquvchilarni kuzatib turasizlar. Tushunarlimi? Bu yerda kim agar sajda qilmasa, bilinglarki, u yagona Xudoga ishonuvchi kishidir. Bunday holatda darhol vazifalaringni qilinglar. Diokletianusning qilayotgan ishlari yetmagandek, imperatorning kelishi tufayli dindoshlarimizga bo'lgan tazyiqni yana ham orttirmoqdalar. Biror narsa qilishimiz kerak. Allohga duo qilib, sabr so'rashimiz kerak. U bizdan yordamini darig' tutmaydi. Dindoslarimiz qilishdan o'tkazilayotgan bo'lsa-yu, sen sabrdan gapirasana. Endi afsuski, sabr toqatimiz qolmadi. Menimcha do'stim harakatga o'tishdan oldin yaxshilab o'ylash kerakligini aytayapti. Unday bo'lsa o'ylaylik. Va o'ylaganlarimizni amalga oshiraylik. Nima deysizlar? Misol uchun, imperator uchun bu shaharni qanday qilib zindonga aylantirishni o'ylaylik. Yoki Julius va uning odamlarini dindoshlarimizni tutishdan chalg'itadigan tadbirlar ustida fikr yuritaylik. Dindoshlarimizning o'chini olishimiz kerak. Ha, olishimiz kerak. Bularning barchasini amalga oshirishni biz ham xohlaymiz albatta. Lekin bularni ro'yobga chiqarish mumkin. Menimcha, juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilsak, bularning barchasini muvaffaqiyat bilan amalga oshira olamiz. Ammo butlarni sindirsak, ibodatgohlarni yoqsak, shaharning xavfsizligiga putur yetkazib qo'yishimiz mumkin. Imperatorni yoki Diokletianusni o'ldirsak, ham dindoshlarimizning ushlanishlarini oldin olgan bo'lamiz va hamda o'chimizni olgan bo'lamiz. Shaharning tinchini buzamiz. Lekin bu ikkalasini o'ldirishimiz unchalik oson ish bo'lmasa kerak. Men senga qo'shilmayman, do'stim. Biz saroyning maslahatchilari bo'lganimiz uchun ham Diokletianusga ham, imperatorga ham yaqinlasha olamiz. Ko'ryapsanki, qulay bir fursat bo'lganda bu maqsadimizni amalga oshira olamiz. Albatta, o'limni bo'ynimizga olish bilan. Shunday emasmi? Juda qiyin ish bu. O'limga rozi bo'lish muammo ekanmi? Albatta yo'q. Muhimi bu harakatimiz bilan xohlagan natijamizga erisha olamizmi yoki yo'qmi? Men albatta biror natijaga erishishimizga ishonchim komil. Bunga qaror qilishdan oldin yaxshilab o'ylashimiz kerak. Ammo dastlab butlarni sindirishimiz va ibodatxonalarni yoqishimiz mumkin. Bunga men ham qo'shilaman. Ikkalangiz ham aynan bir xil narsani gapiryapsizlar. Sizlarga qo'shilishdan boshqa choram yo'q. Avval Juliusni to'xtatishimiz kerak. Aslida bundan boshqa choramiz ham yo'qdek. Qolganini yana o'ylab ko'ramiz. Xo'sh, ketdikmi? Bugun shaharga pullar olib kelinishi to'g'risida eshitgandim. Xohlasalaringiz ularni ko'rishga boramiz. Yuringlar, Tezroq. juda charchadik. Bo'linglar, emillamanglar. Juda charchadik. Hali uzoq yurishlaring kerak. Agar shunday davom etsalaring chida olmaysanlar. Suv beringlar. Yerlaring tezroq. Nimalar bo'lyapti?
o'q ochyapti. Bular kim bo'ldi? Ozodsizlar, qochinglar, o'zlaringizni qutqaringlar, bo'linglar. Qochinglar tezroq. Bo'linglar. Bu yerdan tezroq ketinglar. Buyuk va qudratli Rim imperiyasida ustiga ustak mening hukmronligim ostidagi hududda ko'ppa kunduz kuni bir nechta bezori askarlarimizga hujum qilayapti va asirlarimizni ozod qilayapti. Ammo hech kim ular haqida biror narsa bilmaydi. O'zi sizlar nimaga ham yaradlaring? Imperator yo'lda, shahar xavfsizligi esa hali ham xavf ostida qolyapti. Imperator bu holatni qo'lidan hech narsa kelmaydigan maslahatchilarim sababli bo'lgan deb o'ylamaydi albatta. Rim imperiyasining 5-qanot armiyasining qo'mondoni Diokletianusni, ya'ni meni bir hovuch bezorilarga bas kela olmagan deb biladi. Buning hisob-kitobini esa mendan so'raydi. Bunga javobgar esa sizlar. Bu unchalik jiddiy emas, janob. Hali jiddiy emasmi? Bir nechta o'zdan ketib qolganlar askarlarimizga hujum qilibdi. Ular eng qisqa vaqt ichida qo'lga olinadi, janob. Yulius. Nasroniylarga tazyiqni yana ham kuchaytiringlar. Chunki tugaydmayapti ular. Tugatamiz, janob oliylari. Faqat avval ham aytganimdek, barcha narsadan avval saroydan tashqariga chiqayotgan ma'lumotlar uchun biror chora topishingiz kerak, janob oliylari. Qanday bo'lyapti bilmayman, lekin muhim ma'lumotlar tashqariga chiqayapti. Chora topmasangiz menimcha bo'lmaydi, janob oliylari. Yuliusning ogohlantirishi ayni o'rnida qilinayotgan ishimizdir. Bir davlatning harbiy ustunligi qarshisida chorasiz qolgan dushmanlar saroyga va boshqaruv markazlariga suqilib kirib, u davlatni ichidan kemiradilar va biz bundan bexabar qolamiz, janob. Imperatorning Filadelfiya ziyoratiga juda oz vaqt qolganida bir nechta xoinning ishi sizga zarba bo'lmasin, janob oliylari. Barchangiz saroyda bir nechta xoinning mavjud ekanini aytyapsiz, lekin qo'llaringizda sizlarni haq qilib ko'rsata oladigan biror dalilga ega emassizlar. Buni isbot qilinglar. Men bu xoinlarga shunday o'lim tayinlaymanki, dunyo turguncha uni gapirib yurishadi. Shunday. Xonim Helen. Azizam Helen, bugun qaysi taklicha bu saroyga qurbonlik qilibdiki, bizning ziyoratimizga tashrif buyurding. Ziyoratingga qarzdormiz. O'tir azizam. Tashakkur senga, Atena. Sen har doim menga mehribon bo'lgansan. Seni ham bilasan, shu kunlarda hammamiz juda bandmiz. Barchamizning ko'zimiz to'rt bo'lib imperatorni kutyapmiz. Diokletianusning aytishicha, imperatorning ayoli juda ham kuchli ayol ekan. Uni o'z ta'sir doiramizga olishimiz kerak. Nima deysan? Bu ish qo'limizdan kelarmikin-a? Menimcha, u ayolni sening ta'sir doirangga kirmasligiga biror bir to'siq yo'q.
imperator ayoliga bo'lgan sifatlarni eshitdim. Juda ham kibrli ayol ekan. Bunday ayollarni men hech ham yoqtirmayman. Zotan ularga ta'sir ham qila olmaysan. Toshga ta'sir qilishing mumkin, lekin ularga ta'sir qila olmaysan hech ham. Nimalarni o'ylayapman bilasanmi? Ularning imperator ayol bo'lishlaridan boshqa biror bir xususiyatlari yo'q. Seni ham odam ustida katta ta'siring bor, Atena. Axir otam doim aqlingga tan berib kelganlar. Bir necha marta otamning qabul qilgan qarorlarini o'zgartirganiga guvoh bo'lganman. Shunday ekan, imperatorning ayoliga ham ta'sir eta olasan. Menimcha bu ish sen uchun qiyin bo'lmaydi. Buni bilaman. Juda oshirvording-da, Helen. Balki ma'lum bir miqdorda aytganingdek ham bo'lishi mumkin. Ammo shu kunlarda otangni Zebisda ham tanishiga ishonmayman. Uni sen qanchalik ko'rayotgan bo'lsang, men ham shunchalik ko'ryapman. Ikki xayol imperatorda. Imperator bilan yotib, imperator bilan turadi. Imperator bu yerda ekanida biror noxush hodisa ro'y berishdan qo'rqayapti. Bu uning eng katta qo'rquvi bo'lib qoldi. Men ham shunday hisoblayman. To'g'risini aytsam, men ham shu sababdan bu yerga kelgandim. Xalqqa yomon munosabatda bo'lish ularning ko'tarilishlariga sabab bo'lishi mumkin. Ko'tarilib qolishlari mumkin axir. O'zim ham biluvdim. Sababsiz bu yerga kelmaysan. Atena, mavzu juda ham muhim. Otam yaxshi maslahatchilarga ega deb o'ylayman, lekin shuncha qatl, iskanja va zindonga otishlar uning hukmronligiga yakun yasashi mumkin. Atena. Yana qachongacha nasroniylarni o'ldiradi? Ularning soni tugaydiganga o'xshamaydi. U bilan albatta gaplashishing kerak. Nega u bilan o'zing gaplashib qo'ya qolmaysan, Helen? Bilasan, o'rtamiz yaxshi emas. Uni to'xtata oladigan yagona kishi sen ekaniga ishonaman. Bu amaliyotlar uning foydasi uchun bo'lmaydi. Iltimos biror narsa qil. Tushunsang-chi axir. Bunday holatlarda u hech kimga quloq solmaydi. Imperator saroyiga kirganida noxush hodisalarning ro'y berishidan qo'rqayapman. Bundan birortamiz ham foyda ko'rmaymiz. Shu bilan birga bu otamning nihoyasi ham bo'lishi mumkin. To'laqol. Yo'sancha. Ayrıca bu babamın sonu olur ha. Bo'ldi. O'sha yer yaxshi. Shu yerga o'rdatamiz. Diqqatliroq bo'linglar. Ha, shunday. Hali tezroq. Ibillamasdan yurlaring, tezroq. Bu nima degan gap? Bu pastkash odamga haddini bildirib qo'yaman hozir. Masihlaring qani? Nega yonimga kelyapti? Aytchi. Ha? Yar. Tezroq yo'llaring. Tezroq. Ular nima qilishyapti o'zi? Bilmadim-ku, lekin uni o'ldiraman. To'xta, o'zingni bos. Bu ko'pchiliklarga sabr qilishdan boshqa biror choramiz yo'q. Chorasizmiz. Chorasizmi? Boshqa bir chora bor. Hozir senga ko'rsataman. To'xta, esingni yedingmi? Ularning nima qilayotganlarini ko'rmayapsanmi? Dindoshlarimizni nima ko'yga solishyapti? O't, bo'l tezroq. Ay, billamay yo'llaring. Ko'ryapman. Sen ko'rayotgan narsalarning hammasini men ham ko'ryapman. O'zingni bos. Albatta biror chorasini o'ylab topamiz. Yur. Almasdan yo'llaring. Kelamasaychi. Mana bu tentak nasroniy tomosha qildi. Judayam kulgili, judayam. Ey, uni arqoni uzilib ketdi-ku. Darhol bo'ylab qo'yamiz-da. Yo'llaring. Yur. Billamasdan yur. Yurmay samlanma. Bola qol.
Men bilan yuringlar. Bularning barchasi Diokletianusning emas, Yuliusning buyrug'i bilan qilgan. Nima farqi bor? Bugun yo men o'ldirilaman yoki nasroniylarning ommaviy o'ldirilishini oldini olaman. Ikkalovidan birini tanlayman. Sen haqsan. Qabul qilaman. Agar bu ish Yulius yoki Diokletianusning o'ldirilishigacha borsa ham, bu jinoyatlarning oldini albatta olamiz. Faqat aziz do'stim, menga quloq tutsang, biz nasroniylarni bu to'polonga aralashtirmasdan ulardan ishchi talab qilaylik. Unday ishchilarga talabimiz katta. Bunga ishonchim komil. Haqsan. Ishchilarning ko'pchiligi nasroniy. Bu juda to'g'ri fikr. Bo'pti. Endi ketaylik. Xo'sh. Modomiki shunday ekan. Janobi oliylarning katta maslahatchilari. Agar sizlar ham ishlaringiz sekin ketayotganidan shikoyat qilib kelgan bo'lsalaringiz, ovora bo'lmanglar. Mana bu janoblardan yetarlicha eshitdim. Janob oliylari, sizga bir nechta ishchi kerakmi yoki ishchilarning hammasimi? Azizim Maksimilianus, buning nima farqi bor ekan aytchi. Janob oliylari, ishchilarni amfiteatr qurilishida ishlatasizmi yoki boshqa biror ishlarda ham ishlatasizmi? Ular mening ishchilarim. Xohlagan joyimda ishlataveraman. Janob oliylari, ibodatxonalarda ishlayotganlarning ko'pchiligi nasroniylikda ayblanib olib ketilmoqda. Bunga nima deysiz? Bu to'g'rimi? Shahar maydonida o'rnatilishi kerak bo'lgan imperatorning haykali hali ham turgan joyda turibdi. Chunki Julius ishchilarni hibsga olinishga buyuribdi. Kechirasizlar, lekin sizlarni bunchalik g'amga botirayotgan narsa ishlarning yurmayotgani xolosmi? Ajabo, yoki buning boshqa sabablari ham bormi? Borgan sari haddingizdan oshyapsiz, Julius. Og'zingizdan chiqayotganini qulog'ingiz ham eshitsin. Bu ayblashlaringizning sababini juda yaxshi tushunaman. Biroq bundan ortiq sabr qila olaman deb o'ylamayman. Maslahatchilarimga boqinglar. Kutib olish tantanalari uchun shaharni tayyorlashlari kerak-ku, bir-birlariga tishlarini ko'rsatishyapti. Janob oliylari, menimcha yetarlicha ishchi kuchi bo'lmasdan turib shahardagi ta'mir ishlarini bajarib bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Julius, shahardagi ta'mir ishlari bilan shug'ullanayotganlarga hozircha tegma va zinhor hurmatsizlik qilma. Lekin janob, ularning nima uchun hibsga olinayotganining sababini juda yaxshi bilasizlar. Men Adoniyani ta'qib qilyapman. Bilaman. Xo'sh, bir kishini deb butun shaharni qilishdan o'tkazishing to'g'rimi? Ularning barchasi uchun sizlar javobgar. Bo'ldi, yetar, Julius. Imperator bir necha kundan keyin bu yerda bo'ladi, lekin sizlar bir-birlaringizni tortishyapsizlar. Ishlaringizga daf bo'linglar. Zudlik bilan. Maksimilian, doim yashirinib yura olaman deb o'ylasang adashasan. Rimlik aslzodani Yupiterga sig'inmasligini bir kun albatta isbotlayman. O'sha kunda o'sha rimlikning suyaklari
qabrida chirib ketajak. Ilgarilari seni bo'rining suti bilan katta bo'lgan deb aytishardi. Biroq o'ylashimcha, seni ilonning zahari bilan parvarish qilishibdi. Maksimilian, ushbu zaharni bir kun albatta totajaksan. O'sha kunni mushtoqlik bilan kutaman. Qiziq, azizim Juliusga biror yordamimiz tegishi mumkinmikan? Ha, bu tomonga, bo'ldi. Ehtiyot bo'linglar. Sekin. Sekinroq. Bo'ldi. Mana shunday. Sekin. Bo'ldi. Bu tomonga qarab. Yaxshi. Sekin. Bu tomonga qarab. Sekin, yaxshi. Oh, yaxshi. Imillamasdan. Qani. Endi sekin. Yuqoriga ko'tarasizlar. Ehtiyot bo'linglar. Ha, bu tomonga qarab. Sen. Ehtiyot bo'linglar. Buringlar. Ehtiyot bo'linglar. Sekin. Ehtiyot bo'linglar. Sekin. Ehtiyot bo'linglar. Qani, ehtiyot bo'linglar, sekin. Bo'ldi, bu ancha yaxshi bo'ldi. Ozgina o'zingga tort. Ehtiyot bo'l. Lat yemasin. Imillamasdan yuringlar. Hayvonlar. Oy, sen. Imperatorning haykaliga zarracha ziyon yetmasin, tushundingmi? Nima deysan? Seningcha Diocletianus Juliusning Maksimilian va Helen haqida aytgan gaplariga ishonganmikin? Diocletianus Juliusning Helenda ko'zi borligini bilgani uchun ham uning gaplariga unchalik ahamiyat qaratmayapti. Aks holda qo'ldagi ma'lumotlar bilan ham Helenni hamda Maksimilianning ishini bitirishi mumkin edi. Bunga qo'shimcha Diocletianus Juliusning mavqe va maqomi jihatdan qanchalik to'g'ri ekanini juda yaxshi biladi. Mana shularning barchasi tufayli Juliusga unchalik ahamiyat qaratgani yo'q. Julius o'zini Diocletianusga isbotlashga harakat qilmoqda va buning uchun qo'ldan kelgan barcha ishlarni kechiktirmay qiladi. Buni bilaman. Shuni ham unutmaslik kerakki, Diocletianus qizi va kuyovini Rim tangrilariga sig'inmasliklarini va yagona Allohga iymon keltirganliklaridan xabar topgulik bo'lsa, ularni yo'qotish uchun taraddud ko'radi. Shuning uchun ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuni ham unutmagingki, ularning boshiga nima kelsa, bizning boshimizga ham keladi. Nazarimda go'yo bir narsa yuz beradigandek. Sabrli bo'lmog'imiz va eng to'g'ri vaqtni tanlashimiz kerak. Ularni bu yerga olib kelinglar. Ularni. Tezroq. Yuringlar. Yo'llaring, millamasdan yo'llaring. To'xtanglar, ozgina kutinglar, birpas. Mana yana bitta nasroniy. Ushlanglar uni. Qani, ushlanglar. Tushpachka. Qo'yvoringlar meni. Mendan nima xohlaysizlar? U yolg'on aytibdi-ku, u yolg'onchi. Ey sizlar, nima kerak sizlarga?
Uni darhol qo'yib yuboringlar. Qani? Ammo janob, jonim sizga fido bo'lsin. U nasroniy. Buni qayerdan bilding? Janob oliylar, bu Yuliusning tayinlangan odamlardan u nasroniylarni juda yaxshi taniydi. Bu juda qobiliyatli ishchi. Hozirda unda ehtiyojimiz bor. Qo'yib yuboringlar, ishini qilsin. Sizlardan minnatdorman. Ruxsatingizdan ketsak, qani? Imurlamasdan yurlaring. Tezroq. Tortinglar ularni. Tezroq. Ana endi ular uchun biror narsa qila olsak. Bu holatga yana qachongacha tomoshabin bo'lib turamiz? Inson yaratilganlarning eng sharaflisidir. Endilikda u o'z jonini saqlab qolish uchun harbiylikni va vahshiylikni o'rganishga majbur. Zulm hokim bo'lgan bu mamlakatda oyoqda turish uchun urush qoidalarini o'rganmoqdalar. Ko'zlaringizni katta tomoshaga tayyorlashlaring kerak. Unutmanglar, imperator sizlarni tomosha qiladi. Shuning uchun juda yaxshi holatda bo'lishlaring kerak. Bir-birlaringizga zarar yetkazib qo'ymanglar. Ehtiyot bo'linglar. Yo'q, bular menga yoqmadi. Boshqasi yo'qmi? Ha, bo'pti, unda nariroqdagilarni ko'raman. Yo'l ochinglar. Yo'l ochinglar. Yo'l ochinglar. Yo'l beringlar deyapman sizlarga. Qani yo'llaring, qani? Ularni qayerga olib ketyapsizlar? Kuchlilarini gladiator jangi uchun, zaiflarini esa arslonlarning qafasiga tashlash uchun olib ketyapmiz. Chiroyli tomosha bo'ladi. Bilasizki, imperator ko'ngil ochishni yaxshi ko'radilar. Imperatorga la'nat bo'lsin. Shu ahvolda o'tirib, dindoshlarimizning o'ldirilishiga tomoshabin bo'lib turamizmi? Biror narsa qilmaysizlarmi? Bugun mana shu maqsadda Diokletianusning oldiga borgandik. Ibodatxonalarda va boshqa binolarning ta'mirida ishlayotganlarga endi tegishmas ekan. Va'da oldik. Bor yo'g'i shumi? Boshqa dindoshlarimizga nima bo'ladi? Ular uchun ham biror narsa qilishimiz kerak. Bugun bu mavzuda Diokletianusning yonida tortishdik. Afsuski otangizning bizga bo'lgan ishonchi kun sayin zaiflashmoqda. Mana shunaqa. Ha, haqsan. Huzurida Julius bilan yana bir marta tortishsak, bas bizning Allohga iymon keltirganimizni va nasroniylar bilan aloqa qilayotganimizni tushunib yetadi. Julius ham mana shuni xohlamoqda. Ruxsat bersangiz, Diokletianus bilan yana bir marta gaplashib ko'raman. Natijada o'ldirilsam ham ishonamanki, bundan yaxshiroq bo'ladi. O'limning yechim bo'ladimi, bo'lmaydimi yaxshilab o'ylab ko'rmog'imiz kerak. So'nggi o'qimiz nishonga borib tegishdan ishonchimiz komil bo'lishi kerak. Aks holda zarar qilgan bo'lamiz. Kechirasizlar, janoblar. Ammo shuncha nasroniylar bilan Diokletianusning hukmronligini ag'darish qo'limizdan kelmasmikin? Aytinglar. Asosiy muammoimiz Diokletianus emas, imperatordir. Lekin bu murakkab ish emas. Imperatorni osonlikcha o'ldira olasizlar. Imperatorni o'ldirish, mayli uni o'ldirdik ham deylik. Buyuk Rim imperiyasi o'sha joyda turadi-ku. Rimning egasi almassa ham biror foydasi bo'lmaydi.
odamlarning miyasida imperatorning tangri ekani va tangrilar imperatorni himoya qiladi degan fikr mavjud ekan, biror natija chiqmaydi. Mingta imperatorni o'ldirsak ham, odamlar ularning o'rniga boshqasini tanlayveradi. Boshqa bir tomondan esa imperatorning o'ldirilishi dindoshlarimizning ham o'ldirilishiga sabab bo'ladi. Yo'q. Imperatorni o'ldirish bizning ishimiz emas ekan. Bu holda nima qilamiz? Jim o'tiraverishimiz to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, jim o'tirish chora emas. Biroq avval insonlarning tushunchalarini o'zgartira oladigan bir yechim bor kallamda. Bu holatda imperator o'zini o'zi yo'q qiladi. Buning natijasida muammo hal qilingan bo'ladi. Buning imkoni yo'q. O'zing ham bilasan. Yo'q. Ishonchim komilki qo'l keladi. Buning uchun esa Allohdan yordam so'rashimiz kerak. Bu yechimni hayotga tatbiq qilgungacha sabr qilishda davom etishimiz kerak. Natija qanday bo'lishini ko'ramiz. Xayrli tun, xonim. Xayrli tun. Bu vaqt ichida sizlar ham yaxshilab o'ylab ko'rishlaringizni istayman. Balki kallamdagi yechimdan ham yaxshiroq bir yechim topishingiz mumkin. Nasroniylar qo'rqinchli holatga yuzma-yuz turishibdi. Qo'limdan kelganini qilaman. Men ham qo'limdan kelganini qilaman. Men ham. Ertaga ko'rishamiz. Bu xalqni uyg'otish kerak. Ularga jonsiz toshdan yasalgan but va sanamlar sig'inishga loyiq emasligini tushuntirishimiz kerak. Allohning sheriksiz, yakka va barcha narsaga qodir ekanini bilishlari kerak. Sig'inayotgan imperatorlari ham o'zlari kabi bir inson ekanini bilishlari kerak. Xalqning bundan ilmi bo'lmagani uchun imperator yer yuzida o'zining tangri ekanini e'lon qilmoqda. Insonlar buni bir marta tushunib yetsalar bas, haqiqiy tangrini izlay boshlaydilar va tangriga yetishadilar. Ulug' tangrim, insonlarni qanday uyg'otaman? Bu ishni qanday qilaman? Mendan yordamingni daroz tutma. Yordam ber. Janob, kechasi bilan uxlamadingiz. Qanday uxlay olaman? Koshki uxlay olsaydim. Galius, otimni tayyorla, g'orga ketmoqchiman. Qilich va kiyimlaringiz ham kerakmi? Ha. Bosh ustiga Yeyish uchun ham biror narsa ol.
ibodat qilish uchun har doim g'orga borasizmi? Bu g'orning qayerdaligini bizga aytmaysizmi? Nima farqi bor? Shu yaqin atrofdagi bir g'orga boraman. Imperator kelishdan avval biror yo'l topish uchun Allohga duo qilaman. Agar Diokletianus sizni so'rasa, unga nima deb javob qilay? Shahar tashqarisidagi chorvachilarni ziyorat qilishga ketdilar deb aytishing mumkin. Janobim. Mana. Tashakkur. O'g'lim, men yo'qligimda onang senga omonat. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi dedi. Allohning panohiga. Allohning panohiga. Galius, Allohning panohiga. Allohga omonat. Alloh sizdan yordamini darig' tutmasin. Shunday og'ir zamonda ketishlari kerakmidi? Bilmadim. 3-qism tugadi.